Yağmur tamçı batı hürmetli vatandaş bugün çislağı 2020 yıl 9. ayının 26. günü yukarıda leksiya sözü pettok bulup bu leksiyanın içinde en mühimi Amerika Qo'shma Shtatlarının Davlat İşler Katibi Mike Pompeo'nun fikir bayanı ve nutqi desek bo'ladi. Anaqandan keyin buningda kelayotgan uchur intayin muhim bir uchur. Davlat İşler Katibi Mike Pompeo shunday deydiki, hozir dal mushu paytda Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati, yani Prezident Trump hükümeti Xitayning yoki Jungo partiyasining Uyg'urlarga qaratgan muomalesini, Uyg'urlarning kishilik huquqlarini dafsanda qilish qilmishlarini insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi deb bekitish va yoki irq yo'qotish jinoyati sodir qildi deb bekitish Amerika hukumatida hozir muhokamada ketyapti. Bu sözlerini ehtiyatçılık bilen işletimiz, vezni ve salmığı intayin eğir dedi. Hürmetli Devlet İşler Katibi Mike Pompeo, ben birinci bulup sizden bu dokladığınız yoki bu söz bayanınızı tepsili anlağandan keyin ve leksiya qilib vatandaşlarga so'zlagandan keyin sizga iltimasım şu ki, sizga talablarim, o'ttirib qo'ygan talablarim shuki, hurmatli Davlat İşler Katibi Mike Pompeo, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan dafsanda qilish, etnik yo'qotish, irq yo'qotish, bu siyosatini irq yo'qotish siyosati deb belgilashingizni umid qilaman. Prezident Trump hukumatining ham shundaq. Siz hem şu hükümetinin içinde Prezident Trump hükümetinin, hükümet kabinetinin bu muhakemede, bu münazirde Xitayga bekitiladigan bu cinayetini insaniyetga qarshi cinayet sodir qildi emas, balki irq yo'qotish, etnik yo'qotish jinoyati sodir qildi deb belgilashinglarni Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatidan ve sizden umid qilaman, talab qilaman, hurmatli Davlat İşler Katibi Mike Pompeo. Siz jahon tarixidagi hozirgacha yetib kelayotgan qirg'inchiliklarning hammasidan xabardarsiz. Hammasini bilasiz. Masalan, alayla Janubiy Sudanda Bashar hukumati darporliklarni qurol kuchi bilan qirg'in qildi, pulemyot bilan, avtomat bilan qirg'in qildi. Mesela alayla 20. asrning 70. yillarida Kambodjalik borbot, Kambodja davlatida borbot, Kambodja xalqini pulemyot bilan, o'q bilan, avtomat bilan qirg'in qildi. Mesela alayla Kosovoda Milosevic Kosovo xalqini ham shunday qirdi. Etnik qirg'in qildi, irqiy qirg'in qildi. Muşlarning hammasini yig'ib kelsak, bu oshkora, ochiq oshkora qirg'inchilik, ochiq oshkora tahdid, insoniyatga tahdid, ochiq oshkora insoniyatning ahli va axloqini bulg'ash bo'lib shunday hisoblan. Bu zo'ravon kuchlar, bu mustabidlar ayni chog'da xalqaro jamiyatning tegishli jazosini qabul qildi, yoki qabul qilishga majbur bo'ldi. Voqealar shunday oyoqlashdi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari 99-yili 5-ayning 7-kuni Kosovoga harbiy qism avat Yugoslaviyaga askar chiqardi. Shuning bilan Milosevic degan odamni yoki bu qirg'izcha mustabidni xalqaro jamiyat sudga topshirdi. Biz endi kelaylikki, bular qirg'inchilik qilganda oshkora qirg'inchilik qildi. Xalqaro jamiyat darhol inkos qaytardi. Lekin Xitoy tabiati, posiq tabiat Xitoyning tabiati vahshiylik va zo'ravonlik bilan yo'g'rilgan, shuning bilan xuloslangan tabiatdir. Xitoy hukumati yeligar, noiti quv tulka. Herkes bu qut ülke, bu yeligar millet ve bu yeligar partiya, herkes xalqaro jamiyatda bu qiltaq tushmaydi. Hurmatli Davlat İşler Katibi Mike Pompeo, mening sizga iltijoyim, murojaatim shuki, talabim shuki, bu qatam bu jinoyatni Uyg'urga qaratgan jinoyatni Xitoyning bekitganda irq tozalash, etnik tozalash deb bekitishingizni umid qilaman, talab qilaman.
Xitay hiligar qandaq jazolaydi Uyg'urlarni, qandaq yo'qishi mumkin Uyg'urlarni, qandaq shaklda etnik tozalash elib berish mumkin Uyg'urlarga. Men dedim başta, Qural ishlatmaydi, pulemyot ishlatmaydi, ham gitlercha gaz bilan tunjuqtirib o'ldirish usulini ishlatmaydi. Xitoyning bir necha chorasi var, hurmatli Davlat ishlar katibi Mike Pompeo. Aç qo'yib o'ldirish, ozuqlik bermaslik, aç qo'yib o'ldirish. Hozir jazo lageridan chiqayotgan o'lim yetim ishlarining hammasi dalmisha aç qo'yib o'ldirishga munosabatlik. Agar turmada Xitoy hukumati har bir Uyg'urni o'ldirishni maqsad qilib, urib, kaltak bilan zaxmlantirib, urib o'ldirsa, bu maqsadlik o'ldirish bo'ladi. Agar urib qiynash tan jazosi berishni o'ldirish maqsadi bilan birlashtirmasa, inson banda har qanday qiynashga chidaydi. Hurmatli Davlat ishlar katibi Mike Pompeo, men Xitoyning turmusida 10 yil yotgan odam. Qarang'i uyda 10 yil yotgan odam. Mening harakatimning hammasi oshkor harakat, o'quvchilar harakati. Mavzudan bergan huquq bo'yicha ko'cha-ko'ylarda namoyish qilib, dozbov choplab, shuning bilan boshlagan harakat, oshkor harakat. Buningda yo'shiradigan va oshkorlaydigan masala mavjud emas, oshkor harakat. 10 yil Xitoyning turmusida yotdim qarang'i uyda, hurmatli Davlat ishlar katibi Mike Pompeo. Men Amerikaga kelib, siyosiy panohlik qilib, endi nafas olgan odamman. Endi erkinlikning nima ekanligini Amerikada ko'rib yetgan odamman. Siz shuning ishiningki, inson bolasi agar o'ldirishni maqsad qilmasa, har qanday qiynashga bardoshlik bera oladi. Uramdi, bog'lamdi, tepamdi yoki kishan ko'zi salamdi. Bularning hammasi inson bolasi bardoshlik bera oladigan qiynashlardir. Agar o'ldirishni maqsad qilmasalar, lekin inson bolasi chidamaydigan, bardoshlik bera olmaydigan bir xil qiynash usuli, jazolash usuli och qo'yib o'ldirish. Hurmatli Davlat ishlar katibi Mike Pompeo hozir Xitoyning Uyg'urga qaratgan siyosiy jazo lagerida, turmalarda och qo'yib o'ldirish. Mana bu birdan bir jazo. Shunglashqa siz hiliqi eski mesele hazır söz, eğer vezdi eğer dediniz, mesela etnik tazalaş, ırk tazalaş, ya ki insaniyetke karşı cinayet, ikisinin kaysını bektimiz, ihtiyat kılımız, ihtiyat kılmasak bulmaydı. Çünkü bu iki hukumunun ibarının vezdi salmakı eğer dediniz. Şuna hazır Xitayning yeliger pozitsiyasiga, qul tulkilik pozitsiyasiga maslashganda Xitoy herkes yuqorida aytgandek, Darfurda, Sudanda Bashir qirg'in qilgandek, Ugandada qirg'inchilik qilgandek, oshkora qirg'inchilik emas, ocharchilik bilan qirg'inchilik qilish. Hazır Xitoy dal mush paytda, chunki jazo lageri solangan bu kishilarning ozuqdan ayrilib qolishi, ozuqsiz qoldirilishi bu o'lim deganlikdir. Shunglashqa yana bir qatam murojaat qilaman, hurmatli Davlat ishlar katibi Mike Pompeo, Prezident Trump hukumatining Xitoyga bu jinoyatni bekitganda faqatla genocide yoki qirg'in, etnik qirg'in qilish, etnik yo'qotish jinoyati deb belgilashini ümit qilaman, hurmatli Davlat ishlar katibi Mike Pompeo. Xitoy bu tadbirni qo'llanish uchun hozir jazo lagerlarini tasvir qilyapti. O'lim yetimlar jazo lageridan chiqyapti. Bularda hech qanday davron yo'q yoki po'pon yo'q. Jimjim. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avom palatasining a'zosi Tatya xuddidiki bu perdenin kaynida nima ishlar yuz beryapti bilmaymiz dedi. Avustraliyalik tadqiqotchilar dediki, bu qarang'i bu perde, bu hozir turmaning ichida nima ish yuz beryapti bilmaymiz dedi. Hozir gapning o'chig'i Xitoy hukumati Kambodsjadagi Borbot, Sudandagi Bashir pulemyot avtomat ishlatgandek, bundaq pulemyot avtomat ishlatmagan Xitoy hozir faqat bir lavosda och qo'yib o'ldirish. Hurmatli prezidentimiz
Trump efendi ve Trump hükümeti ve Prezident Trump hükümetinin en kabil rehberi devlet işlakatı Mike Pompeo efendi. Siz şuna dikkat kılın ki 4 yıl oldu 2016 yıldan hesaplagan 20. yılı 4 yıl oldu. Tünügün Netanyahu efendim dediği ki devlet parlament azasının avam palatasının azası. Dedi ki, Xitayning özünün paş qilgan materiali bo'yicha masalan, Aqtaşlıq kitabı elib, hüküm qilsaq 8 milyon Uyghur dedi. 8 milyon Uyg'urni ayol desak 4 milyon cüp Uyghur deymiz. Bular 4 yıldan beri ayrım qamaldi. Agar birden farzand ko'rgan bo'lsa bular mening matematika saviyam toza yuqori emas. Birden farzand ko'rgandimi bular bu 4 yil ichida 4 milyon nesil kaldırış hukukundan kaldı. 4 milyon Uygur kem tuğuldu. 4 milyon Uygur hesaptı Xitayning muşundaki yumuşak vasıtalar bilen bastırışı arkalık 4 milyon Uygur dünyaya göz açalmadı. Dünyaya kelelmedi. Uygur halkı qatarı qoşulalmadı. Mana bu etnik qırgınçılıktır. Men xata hesablagan bolsam başkalar sizlar hesablap berganlar matematika biladi Allah. Mana bu etnik qırgınçılıktır. Mana bu irqiy qırgınçılıktır. Şuna hürmetli devlet işlakatı Mike Pompeo. Sizge iltimasımız şu ki, sizge ilticayımız şu ki, Xitay bu balalarını, bu Uygurlarını, bu Uygur ayallarını, Uygur erlerini tug'ilmas qilib etgan ayollar va tug'ilmagan balalarni hammasi qo'shganda, hatto turalmilarni hammasi qo'shganda o'ltirish usuli yumshoq vositalar bilan o'ltirish. Hozir Xitoy mushu usulni qo'llanyapti. Mushu usul bilan Uyg'urni yo'qityapti. Yuqorqidek masalan tug'utchaklash va yoki 8 milyon odamni nazarband qilish shakli bilan bu millatning naslini qurityapti. Irq yo'qitish, etnik yo'qitish Xitoyning navbatda Uyg'urlar qaratgan siyosati. Shunga Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Trump hukumatining ve onun qovul davlat rahbarlaridan biri davlat ishlokati Mike Pompeo'ning dal o'sha paytda bu jinoyatni irq yo'qitish jinoyatida belgilashini talab qilamiz, umid qilamiz, iltijo qilamiz. Bütün dünyadaki Uygurlar şu gündü şu talep bilen yaşayatıdı. Hürmetli devlet işlakatı Mike Pompeo.